Ekran aldidagi aziz ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? İzleyiş sağlam hayat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Programmamiz ekran oldida ko'rman do'stlarimizning kasalligi bo'lgan ko'z qarashini cho'nqurlashtirish, kasallikning oldini olish va uni davolashga bir kishilik to'kib qo'yishni asos qilgan sog'lomlik programmasi. Programmamizning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasi alayda qo'llagan bo'lib, yana bu doktorxonadagi tajribasi mo'l kasbiy doktorlarni bizga savol so'zlab berishga o'rlashtirib berdi. Shu sababdan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasiga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, sevimli do'stlar, undaqda bugungi aziz mehmonimizni do'stlarimizga bir tanishtirib o'tsam, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik 3-xalq doktorxonasi hazm qilish bo'limidan mas'ul varaj Erpan doktor. Qarshilamiz Erpan doktor. Yaxshimi do'stlar. Biz oldinsan programmamizda mush hazm qilish sistemasidagi nurg'ulg'an do'stlarimizda o'rtaq ko'rildigan oshqozon yarisi, shundaqla 12 barmoq uchay yarisi to'g'risida to'xtalgan shunaqu. Shu vaqt siz bu ikki xil kasallikni 100% saqlaydigan kasallik, buningdagi eng muhim halqa baldur bayqab baldur davolash degan edingiz. Endi balkim turmushimizda nurg'ulg'an do'stlarimiz yana bunchalik talaylik bo'lmasligi mumkin. Ya'ni bir kasallik bor. Buni anglis nurg'ulg'an do'stlarimizning aytimi andikib ketadi, ya'ni oshqozon raki. Undaqda bugungi programmamizda biz mush oshqozon raki to'g'risida to'xtalib baqsak qanday bo'lar? Ma'qul. Endi bu oshqozon rakiga aniqlam bersak, bu oshqozon raki mush oshqozon shilimshiq shirpisida paydo bo'lib, mushu cho'nqurlab hem bedenning har qaysi rayonlarga tarqagan bir kasalni hamda oshqozon raki deymiz. Buning bo'lish manbasi oshqozondan boshlandi. Hamda bu mamlakatimizda bu oshqozon raki oldingi o'rinda turdi. Kasallik bo'lish nisbati. Bu oshqozon rakining vaqtida bayqalanmasa, buni oqitimi nachar bo'ladi hamda. Eg'ir bo'ladi. Eg'ir bo'ladi. Hamda bu oshqozon raki hamda o'ziga tushliq yerlik alaydiligi bor. Masalan, shu bizga dengizga yaqin shaharlarda bu oshqozon raki bo'lish nisbati yuqoriroq bo'ladi. Masalan, dengizning yiroq yerlarda buning nisbati tuvarroq bo'ladi. Nimishqa bundaq o'xshamaslik kelib chiqqan? Hamda buni qilsak, u yerga turmush odatimiz, tomoq odatimiz, yana shu cho'ng jihatdan so'zlash to'g'ri keladi. Cho'ng jihatdan so'zlash to'g'ri keldi. Xo'sh, undaq bo'lsa, oshqozon rakining qanday alomati bor? Hamda bu oshqozon raki asos jihatdan shu kishilarimiz bayqab alameti bulup doktorxonaga borgandan keyin asos jihatdan bu o'ttira yoki oxirgi bosqichga borgan bo'ladi-ku. Shunaqa. Bu dastlabki bosqichda oshqozon rakining hech qanday alomat bo'lmaydi. Asos jihatdan unda biz his qila oladigan beoromlik bo'lmaydi. Biz ko'pincha ahvollarda tekshirish orqali bayqab qolamiz. Masalan, ma'lum sabablar tufaylidan yoki salomatlik tekshirish jarayonida shu oshqozon shilangisi ishlash jarayonida yoki oshqozon raki ekan, dastlabki bosqich ekan deb bayqaymiz. Endi buning o'ttiri oxirgi bosqichi bo'lgandan keyin asosli bo'ladigan alomati nima desangiz, badan eg'irligi tushib ketadigan, o'riqlab ketadigan. Andan keyin tomoq miqdori ozlab ketadigan, tomoq hazm bo'lmaydigan, qo'saq og'riydigan mushuna beoromliklar bo'ladi. Endi bu eg'irlik tushib ketish hamda oxirgi bosqichga kelganda ko'pincha yuz berdi. Endi buning dastlabki bosqichlardagi oshqozon og'rish, hazm yaxshi bo'lmaslik, oshqozon yallig'i bilan, oshqozon jariti bilan o'xshashib ketadi endi buning beoromligi. O'xshagandan keyin nurg'un kishilarimiz buningga ko'ngil bo'lmaydi. Ko'ngil bo'lmagandan keyin bu taraqqiyot qilish jarayonida, andan keyin eg'irlash jarayonida, masalan, oshqozon chiqish eg'izdagi o'sim bo'lib qolsa, bu tomoq o'tolmay bu yerdan oshqozonda saqlanaverib qusadigan. Masalan, ilaqanday kun otligan tomoqlarni qusadigan. Qusgan tomog'ini sesiq shu kun yegan tomoq emasda, qarasak balkim 2 kun, 3 kun burun yegan tomoqlarni qusadigan. Yoki bo'lmasa tomoq o'tmaydigan, mush qizil o'ngachda turib oladigan ahvollar bo'lgandan keyin keladi bu kasallarimiz. Dastlabki bosqichda haqiqatan alomati bo'lmagandan keyin nurg'un kishilarimiz endi bayqagan chog'da shu oxirgi bosqichga kelib qoldi. Endi bu shu oshqozon rakining o'ziga xos alaydiligi endi bu. En qo'rqinchli yerimi shuka shundaqu. Biz berib bayqalgan yoki o'zimizda tipik alomatlar ko'rilgan vaqtida balkim kechikib qolgan bo'lishimiz mumkin. Chunki o'ttira oxirgi mezgil deganimizda mayli bemorda bo'lsin yoki doktordan bo'lsin har xil besimlar bo'ladi. Hamda bemorga nisbatan albatta ziyna texmi ko'p bo'ldi, texmi eg'ir bo'ldi ekan. Endi nima sababdan shu oshqozon rakiga giribtor bo'lib qolganimiz? Endi buningda yana birinchi shu bizning tomoq odatimiz bilan turmush odatimiz. Oldingi sonda so'zlab o'tdim, oshqozon yarisi bilan 12 barmoq uchay yarisi shu tomoq odatlarimiz bilan kelib chiqadi deb. Buningmi o'xshash.
Мәсәләнгә 12 бармак ярысы азатта hamda yomon sifatga o'zgarmaydi-chu. Lekin oshqozon yarisi o'zgaradi. Mush oshqozon yarisi bo'lgandan keyin uzoq muddat saqaymay qaytadan mush yalluq holatda bo'lavergandan keyin bu yomon sifatga o'zgarib ketadi. Shunga biz mushu yarığa diqqat qiladigan tamoqlarga diqqat qilsak, mushu oshqozon o'smisi bo'lishining oldini olib bo'ladi. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil biz oldingi sonda so'zlagan mush yumuloshangan jun. Bu mush oshqozon rakining kelib chiqishdagi bir tipik bir ta'sir ko'rsatkichi omil bu. Hamda bu mikrob mushu badan oshqozonga yuqumlangandan keyin mush oshqozondagi bezlarning yigilishini keltirib chiqardi. Hamda ko'pinchalar biladi, men VM bo'lib qopdima deymiz. Hamda biz buni ayiramiz-ku oshqozon yallig'ini. Visoshin VMni keltirib chiqardi bu. Visoshin VM keltirib chiqqandan keyin bu yigilash bo'lgan sari biz bu mikrobni o'tamisak, bu qaytadan ta'sir ko'rsatib, buning yigilishi eg'irlaydi. Eg'irlagandan keyin g'ayriy bo'lgan mundayliq ko'payishlarni hosil qildi. Biz hamda buni yishin deymiz. Mushuna taraqqiyot jarayonida bu andan keyin oshqozondagi yomon sifatli o'smaga aylanib ketadi. Hamda ba'zan kishilarimiz to'rladimi ko'rgan bo'lishi mumkin. Menshin VNning hammasi HMBing ekan deymiz. Lekin hamda bu menshin VNning hammasi unda olmaydi. Buning unda bir aniqlam bermasak olmaydi. Buning har xil bo'lindi bu menshin VN. Hamda shu biz diqqat qilmasak bu eg'irlavergan asosda keyin shu yomon sifatli oshqozon o'smasiga aylanib ketish nisbati bo'ladi. Yana bir kasalliklarimiz var masalan, mush o'smining oldidagi kasalliklar. Masalan, shiro deb qo'yamiz. Shiro, chanshiro. Mushu shirolarni oshqozonda uzoq mezgil turgandan keyin uning yo'g'onlashiga erishib, mushning yomon sifatga o'zgarib ketish mumkinchiligi bor. Masalan, bu shirolarni biz vaqtida avatmasak, vaqtida davolatmasak, bu keyincha aldirmay mush yomon sifatga o'zgarib ketadi. Yana birisi nima deganda, mush bizdagi irsiyat bilan genda. Hamda mushu bizning mushu oilasida, cho'nglarda deymiz, hamda qandaylik munosabat bor cho'nglarda. Oshqozon yoki uchay mush hazm yo'llarida yomon sifatli o'sma bo'lib qolsa, mushu pastki avlodlarning mushu oshqozon yoki uchay o'smasi bo'lish nisbati normal. Oilada bunda kasallik yo'qlar qaraganda 4 darajasi yuqorilab ketadi. Shunga masalan, mushunda uyda mushuna oshqozon yomon sifatli o'smasi bo'lgan kishilarimiz cho'qqin vaqtida mushuni davolash kerak. Tekshirtib vaqtida masalalar masalan, mushu o'smining oldidagi kasalliklar bo'lsa, mushlarni vaqtida davolash kerak. Demak, yig'inchoqlab kelsak, birinchidan sal yengil bo'lgan bizning hazm qilish yo'lidagi kasalliklar bo'lgan seri, agar biz uning bilan korimiz bo'lmay, davolatmay qilsak, u balkim o'sha yomon xarakterlik oshqozon rakiga o'zgarib ketish mumkin ekan. Ikkinchidan bizning nachar turmush odatimiz, uchinchidan bizning irsiyat, to'rtinchidan yana baysiz necha qitim ta'kidlagan yo'min bo'shangan jun. Andan keyin yana o'sha oshqozondagi o'smalar. Agar shirolar, ularga yana biz e'tibor qilmasak, balkim keyniga berib bo'lgan seri taraqqiy qilib, o'sha yomon xarakterlikqa o'zgarib ketish mumkin ekan shunaqa. To'g'ri. Endi menimcha biz do'stlarimizmi, o'sha oddiy bir qancha xil sabablarni bilib oldik. O'sha oshqozon raketasi nurg'ulgan do'stlarimiz tini bir xil shurkinish mumkin shunaqa. Bayim deb o'tib ketgan o'xshash, bayqagan vaqtimizni biz kechikkan bo'lamiz. Undaqda agar biz shu kasal giribdor bo'lib qolsak, masalan, boshlanish yoki o'ttira yoki oxirgi darajalarda biz qanday davolashlarni ilib olsak bo'ladi? Bizning hazm qilish bo'limi bo'yicha ilib aytganda, biz mush oshqozon rakini qancha baldur bayqasak shuncha yaxshi deb o'ylaymiz-ku o'zimizda. Chunki buning baldur bayqash nisbati shunda to'van. Birinchisi kishilarimizning oshqozon aynakchisiga bo'lgan ko'z qarashi to'g'ri emas-ku. Men cho'qqim kasal bo'lgan chog'da tekshirtiman. Normal ahvolda tekshirtmaydiganlarimiz nurg'un. Shunga shu kasallikni vaqtida bayqay olmaydigan, mush kasallik taraqqiy qilib oxirgi bosqichga ketib ketadigan ahvollarimiz nurg'un. Endi biz hazm qilish bilimida masalan shu oshqozon o'smasining yeni boshlangan chog'da har xil alomatlar bo'ldi bizning oshqozon aynakchisida. Masalan mush chog'da bayqab qolganda ama şu oshqozonning mayli oshqozon o'smasining oldingi kasalliklar bo'lsin yoki mush endi boshlangan oshqozon o'smasi bo'lsin, agar bayqilinib qolsa,
bu tashqi operatsiya qilishdan qutulg'ili bo'ladi-chu. Endi biz shu oshqozon aynakchisi ishlash jarayonida shuni bayqagandan keyin biz shuni oshqozon aynakchisining ichidalar shu kasal bo'lgan doirni kesib avatgili bo'ladi. Kesib avatgandan keyin birinchisi buningga kishilarimizga keladigan foydasi nima deganda, birinchisi oshqozonning shakliga hech qanday ta'sir etmaydi. Mukammalligiga saqlanib qoladi-da. Mukammalligiga saqlangandan keyin sizning hazm bilamdi, hech qanday turmushingizga ta'sir etmaydi. Ikkinchisi badanga bo'lgan zarba oz bo'ladi. Shunday. O cho'ng operatsiyalarga qaraganda biz buni hamda zirantungda deymiz, og'zimizdan kirib ishlaymiz, badanning hech qanday yerida hech qanday zaxmi bo'lmaydi. Kishilarimiz operatsiyadan keyin 2-3 kunlar tomoq yemaydi, 2-3 kundan keyin normal odamdek tomoq yeb ketadi. Unda aylanqandak uzoq mezgil asli kelanmaydigan ishlar oz uchraydi. Hamda biz shundaq oddiy usulda davolash uchun cho'qim hamda biz deymiz har qanday kasallarimiz kelib qolsa 40 yoshdan keyin cho'qim oshqozon aynakchisi ishlanglar. Mayli mas'ul bo'lsin, mayli mas'ul bo'lmasin. Oshqozon uchay aynakchisi ishlanglar. Chunki nurg'un abiyam biz deganga o'xshash shiro deganlarning hech qandagining sizning badaningizda hech qanday alomat bo'lmaydi. Uni alomat bo'lganchada u yo'g'onlab bir yerga boradi yoki yomon sifatga aylanib ketgandan keyin uni alomati paydo bo'ladi. Chunki biz 40 yoshdan keyin ishlasak, 40 yoshga to'shgandan keyin shu badan tekshirtish nimasida ishlasak buni masalalar bo'lsa vaqtida bayqag'ili bo'ladi yoki vaqtida davolab etkili bo'ladi. Bundan keyin taraqqiy qilib hamda oxirgi bosqichga borgandagi davolashga qaraganda unumi nurg'un yaxshi bo'ladi hamda. Hamda buning oxirgi bosqichi, o'rta bosqichi yoki oxirgi bosqichi bo'lganchada hamda bizning davolashimiz buning amal qilolmaydi hamda. Biz bu oshqozon aynakchisida bu o'smini kesgil olmaydi. Chunki bu cho'nqurligi eshib bu oshqozonning butun tish bo'lgandan keyin biz buni kesib avatgil olmaydi. Bu chog'da hamda tashqi bilim buning davolashiga qo'l soladigan ish chiqadi. Ham tashqi bilim qo'l solgandan keyin mayli oshqozonning qanday yerda bo'lsin, oshqozoningizning o'smi bor yerini kesib avatgil olmaydi. Cho'qim oshqozonni cho'ng doirada kesadigan gap. Yoki bo'lmasa butun oshqozonni avitadigan bo'lishi mumkin. Sizning qizil o'ngishingizga uchayni olib ulaydigan ishlar bo'ladi. Bu chog'da sizning birinchisi hazm qilish iqtidoringiz yo'qaydi degan gap. Shunda nachar bo'ladi. Yana birisi hamda oshqozon yomon sifatli o'smasi bo'lgandan keyin operatsiyadan keyin ximiyalik davolash bosqichi bo'ladi. Bu oshqozonni kesib avatdiq degan gap sizning shu badanning har qanday moddalarni sumirish iqtidoringiz ojizligidan keyin badaningiz aslidan ojiz. Ximiyalik davolash qilgandan keyin odatda 6 qitim shunaqa qildigan ahvollar bo'ladi. Bir ikkinchi qitimni qilib bardoshlik bermay yetib qoldiganlarimiz nurg'un. Yetib qolgandan keyin buni qilmasangiz o'smining qaytadan hamda fufa bo'lib ketish ehtimolligi yuqori bo'ladi-da. Qilay desangiz badaningizda buningga imkoniyat yo'q. Har xil alomatlar kelib chiqadi, masalan, qon ozlik bo'lib ketadi. Shuni buni qilolmaymiz. Hamda eng oxirgi bosqichga bordi degan gap hamda shu badanga tarab ketganda, masalan, oshqozon raki, jigarga, o'pkaga, shu so'ngaklarimizga tarab bo'lgandan keyin operatsiyada qoldiq degan gap hamda. Buning hamda biz qanday davolash qilamiz degan joyda u oshqozonni avatsak boshqa yerda o'smalar va ximiyalik davolayli desak, bu ximiyalik davolash buni kontrol qilib bo'lmaydi. Ham badan ko'tarilmaydi o'chal, badan ahvolini aytdi, nachar holatga kelgandan keyin. Bu chog'da qanday qilmasak shu doktorxonaga borsangiz, quvvat ukollarini urib, og'risangiz, og'riq to'xtatib, faqat shu sizniki turmushingizdagi shu bo'layotgan eng og'riqlarni pasaytishlar rolini o'ynay olamiz. Masalan, ba'zan o'rindagi o'smalar sizning tomoq yeyishingizga ta'sir qiladi. Tomoq shu kirish eg'izi, chiqish eg'izlarini to'sib olsa, endi to'sashni hal qilamiz. Eng asosiy qanday masalaga yo'l bo'lsangiz, shu masalani hal qilamiz, lekin o'smaga qarta davolash ilib bog'lanmaydi. Endi bunda kasallarimizning umri uzun bo'lmaydi odatda. Masalan, eng oxirgi bosqichga olgan kasallarimiz shu 3 oy yoki 6 oy ichidalar
hamda ömrünü ahırlaştırdı hamda. Lekin bunun aqibeti şunda yaman bolganlyk üçin biz çoqum buni baldur bayqışımız gerek. Mesela şu xalqaradan näp etsaq, Yapında şu qızlöngeç ulamda aşqazan ulamda şu yaman süperlik ösmini baldur bayqaş. Çoğuçi vaqtida bayqaş nisbeti 70%. Kore'de 50%. Şoňa hem de mening kişilerimizge tavsiye qildiginim, bolsa 40 ýaşdan keyin aşqazan eýnekçisini bir işlesek. Mesela, mende mesele yok işlemeyim dep durulup, mesele olan çağda işlep qalsanız, bu mu özümüzge bir ailemizge bolan bir mesuliyetsizlik bolap qaladı. Hem de 40 yaş degenimiz hem de bizning halkaradan koygan bir ölçem. Lekin 40 yaşdan töwen bolup qalsak işlemeyme deydigan gep çykamdy hem de. Mesela, lekin beýaramlyk bolsak çoqum işleyimiz. Bizning şu 1 ýylyň içinde 20 neçe ýaşlyk aşqazan 3 ay ösmüs bolup bedenge tarap ketken kesellerden 3 var. Bir kesel bizning doktorxanda. Bizning doktorxanda ikisiga men işlegen tekşürüşni işlep bolup özemning köňlü şunda beýaram boldy. Birisi 27 yaş, birisi 28 yaş. Hemmisi muş ösmüniň birisi operasiýa qilish pursty bar. Otturky basqyçy, ýani birisi ahyrky basqyçy, jigerge güç bopdy. Hamda bu iki keselniň nemesini äp etganda, bu ikkili keselde muş ailesinde muş ösmü bolgan ähwal bar eken. Birisiniň dadysy ösmü eken tok, dadysy 33 ýaşda ösmü bopdy eken, özü 27 ýaşda. Şoňa bizning muşunda ösmü ailemizde yaman süperlik ösmü bar kişilerimiz mu çoqum yaşny men 40 ýaşda täşürey boldy demek çoqum aldygy sürüş gerek. Bolsa 30 ýaş. Mesela siz tekşürüp bolgandan keyin sizning ähwalyňyz normal bolsa, her ýylda tekşürtdigan iş ýok. Her qanday näsiniň peýda boluş taraqqiýatyga wagt ketidi. Hergiz 1 aýda, 2 aýda bu ösme ýokdun peýda bolap, bedenge tarap ketmeýdi. Şoňa biz mesela birinji qytym işlegende sizning ähwallaryňyz normal bolgan ähwal astyda 2 ýyldan 3 ýylgacha bir işlep tursaňyz, bu sizning hiç qanday bir turmuşyňyzga täsir göstermeýdi. Hem nurgun yaman akıbetlerden saklap qagyl bolady. Demek, naýty roşanşyk silişdirim boldy. Birisi faqat biz uxlawatgan wagtymyzdalam, aş ağzymyzda näçe kirgiziplan kiçikine operatsiýa qilish. Ýani birisi bolsa, aşqazany bütünlä kesip çykyryp ýetiş yoki ahyrda hiç qanday amal kılanmay 3 aýdan 6 aýgacha wagt ýaşaş. Bu emde okşaşly bir kesellikniň okşamagan basqyçlarga halas şunaqo. Biz faqat kiçikin bir işni toğry qysaqla boldyk. Ýani çoqum baldur berip bayqap. Endi qandaq bayqaýmyz degende, ýani bizning şu aşqazan äýnekçisi siliş arqaly naýtym addy bolgan usul eken şunaqo. Bütkül bedeni tekşürüp unda emas. Faqat naýtym addy bolgan muşu usul arqalykla biz okşamagan, bütünlä okşamagan şiki netijege erişe alaydykanmyz. Şoňa hem de bu ýerde täkitleýdigimiz, biz çoqum azm qilish sistemamyzda azrak bir benormallyk görülgen wagtymyzda äň ýaxşy berip bizning muşu aşqazanga äýnekçi siliş arqalyk özümizden kesellik ähwalyny çoqum eniqletip ýetişimiz lazım eken. Undaq bolsa Irfan doktorymyza sorap baksam, qancha pul ketar şu aşqazanga äýnek silişga? To'g'ri, bu hamda men ambulatoriyada o'tgandim nurg'un kasallik so'raydi hamda. Hiqsatga taqishda emasmi bu? Hamda bu aşqazan äýnekçisi iki xilga bölündü. Birisi narkozluq, birisi narkozsiz. Hamda ba'zan kishilarimizning og'riqqa bardoshlik berish iqtidori shunda yaxshi bo'lgandan keyin narkozsizni tanlaydi. Agar narkozsizni tanlasa, hamda shu bir aşqazan äýnekçisi 300 koy atrofida umumiy sommasi 300 koy atrofida bo'ladi. Agar mas'ullab aşqazandan go'shab tekshirsa, buning hamda ayrim bir qo'shilishi mumkin. Lekin aşqazan äýnekçisini esa davo nima qilib masalan qilsak 300 koy atrofida ketadi. Hamda hozirgi shu alayda ahvol bilan bu o'pka kasalliklari sababidan hamda biz shu aşqazan yoki uchay äýnekçisi ishlashdan burun cho'qqum Hasan Şonkan işleyimiz. Hamda bizning Şöçüde işleyen Hasan Şonkan bunun hozircha bo'lmaydi hamda. Çoqum doktorxonaga bir Hasan Şonkan işleyimiz. Bu ikisi qetilganda 150 koy. Muşnu qalsaq 200 neçe koy. Hamda narkozluqni işleydiganlarım dostlarımız nurg'un. Men mush azobga bardoshlik beramaydi ekanman, beyaramlikqa ishlash jarayonida desa, narkoz haqqi ayrim hisoblagan 300 neçe koy bo'ladi. Qimmat emas ekanmisa. Hamda ikkisi jami qitilsa narkozluqni ishlasa 700 neçe koyga to'xtaydi, narkozsizni ishlasa Hasan Şonkan qatqan ahvol ostida 200 neçe koyga to'xtaydi. Hamda ba'zan kasalliklarimiz bor. Men qat'iy
qattiq ishlamayman. Lekin men ishlamayman Muşnanga bir şu ösme buluşumga bir mında Diagnoz qo'yib iliq buluş ehtimolligim yuqurmi desimi, buningga amalimiz var. Hozir bizning bir VIH saycha deydigan bir munda bir numar qo'ydigan bir nimamiz var. Har xil omillar masalan yeyishi, jinsi, ananiki mush mikrob iliq yumuloshangan jin bo'ldimi, yana bir qon oladigan. Hamda mush tekshirishlarimiz 200 necha oylik tekshirish qon ilib, mushu qondagi ananiki püfligandagi natijalarimiz bilan bir numar qo'ymiz-ku buningga. Buningda shu töven nisbat, o'ttir nisbat, yuqori nisbat deb chiqadi buningda-ku. Numaringizni qetib bo'lgandan umumiy numaringiz bo'yicha. Masalan, siz qattiq mush oshqozon aynasi ishlagingiz bo'lmasa, mush tekshirishni bir qilgandan keyin sizning agar numaringiz yuqori yoki o'ttir holatga tushib qolsa, o chaqda cho'qim yana oshqozon aynasi silib ishlashingiz kerak. Masalan, sizning numaringiz töven darajaga tushsa, o chaqda siz ishlamay, yana vaqt bir yilda, 2 yilda bir mushna tekshirish yapasınız bo'ladi. Lekin bu tekshirishimiz hamda iliqindek aniq emas-ku, oshqozon aynasiga o'xshash. Men mush natijam yaxshi bo'lsa, cho'qim yaxshi degan gap emas. Lekin bu sizning hech qanday tekshirish qilmadingizdan yaxshi. Hech bo'lmasa bizga bir ogohlantirish berdi-ku. Sizning shu bo'lish ehtimolligini yuqorkan degandan keyin biz o'zimiz bundan ogohlantirishni qabul qilib, oshqozon aynasida ishlasak bo'ladi. Yanıla mush oshqozon aynasida ishlasak sal yaxshimikin deb o'ylab qoldim. Chunki boshdakin ishlasakmi, agar yuqoriroq yo o'ttiral chiqib qolsa, yana amini ashuningda tekshiraydi ekanmiz. Hamda oshqozon aynasida tekshirsak, bevosita ko'zimiz bilan ko'rib, qayerda kasallik o'rni haqiqatan bormi, yo'q, ahvoli qanday deganga o'xshash tafsiliy tekshirish ilib bora oladi ekanmiz. Qimmatmi emaskan, men hamda o'ylaganimda bir 4-5 ming qo'ymiki deb o'ylagan. Ya. Onda yo'q. Bek azankan shu. Ilqi masalan biz bu kasallik sal qarab, har xil alomatlarimizga sal qarab, kayniga berib, har xil yomon xarakterlik masalan oshqozon rakiga o'zgarib ketgan vaqtimizda uningda bu ustidagi chegarasi yo'q, u pul xarjlashning shundaq-ku. Balkim saqaymasligimiz mumkin. Shundaq. Balkim u vaqtida men qancha pul xarjlasam mayli, mushuni bir saqaysa desam, uningga biz amal qila olmasligimiz mumkin. Gap mushu bizning o'zimizning mushu kasallik bo'lgan engimizni yuqori ko'tarib, shu 700 necha ko'yni beriblan tekshirib versaklan, nurg'ulg'an ig'ir bo'lgan oqibatlardan xoli bo'la oladi ekanmiz. Endi bizning oshqozon raki degan kasallik to'g'risida siz har xil ularning alomatlarini so'zlab o'tdingiz. Endi turmushimizda balkim yana nurg'ulg'an diqqat qilish tegishli ishlar bo'lishi mumkin. Shu haqida ozroq so'zlab beramisiz? Endi oshqozon rakining turmushimizda diqqat qiladigan ishi yana psixikaga ta'sir qiladi-ku. Nima uchun shu oshqozon bilan munosabatli kasalliklarning ko'pinchisi psixika bilan bevosita munosabatlidir? Endi mayli bizning hazm qilishimiz bo'lsin, oshqozonning harakati bo'lsin, hammani bizning nerv sistemamiz kontrol qiladi-ku. Shu masalan shu ruhiy jihatda yaxshi bo'lmasa, kayfiyatimiz uchuq bo'lmay, shu iliqindek bunda har qitim xafalat tursak, bizning oshqozonimizning harakati mastlaydi, hazm qilishma nachar bo'ladi, shuning bilan nurg'un oshqozon kasalliklarini keltirib chiqardi. Endi nurg'un tadqiqotlarda, endi uni ba'zan tadqiqotlarning nima ish qilig'ini bilgili olmagan bilan nurg'un tadqiqotlarda shu psixikda masala va kishilarimizda shu hazm qilish yo'lida kasallik bo'lish nisbati shu psixikasi yaxshi bo'lgan kasalliklarimiz qaraganda nurg'un yuqori o'rinni egallaydi. Endi bu shu bizning fan texnikalik bo'lgan bir tadqiqotlarda bu. Shunga biz birinchisi psixikamizni cho'qim yaxshi qilishimiz kerak. Ikkinchisi nima degan chog'da tamoqqa diqqat qilishimiz kerak. Endi biz Uyg'ur millatimizning tamog'i mayliq, tuzliq, say oz, go'shtchiq. Endi mushunda odatni biz endi burundan tortib yetildirgan bo'lganligimiz uchun endi mush odatimizni yaxshilish oldirmay o'ngishimiz kerak. Tamoqqa kelganda say ko'ktatni jiq yeb, oqsil moddasi yuqori bo'lgan narsalarni iste'mol qilishimiz kerak. Mayliq, tuzliq, islig'an, masalan, kabob deymiz, ananikin ma'vu ichitqan, masalan, bizni ocha saylarimizni yeyishni yaxshi ko'ramiz. Mushunda saylarni oz iste'mol qilishimiz kerak. Iste'mol qilmaymiz demaymiz endi. Nisbati yuqori o'rinni egallamaslik kerak. Anandan keyin tamoqlarni qiziq yemasligimiz kerak. Bu shu bizning
Şu aşqazanğı bolğan eng yaxşı özümüzning turmuşida qila alaydigan qoğduşumuz. Yana birisi güçlük bolğan araqlarni içmesligimiz kerak. Tamakını az çekişimiz gerek. Nurgun keselliklerimiz, nurgun kişilerimizde aytgan tamak çeksem aşqazanımga çekmesem men. Lekin tamakını sümägen çağda köpünçisi öpke kirgen bilen az kısmı aşqazanğa kirdi. Xuddi siz ısılgan narsani yegan bilan o'xshash natijani keltirib chiqardi. Bu istigan narsa öpkеңizde kasallikni keltirib chiqargandan sırt aşqazaningizda kasallikni keltirib chiqardi. Çoğumu şu araqni az içişimiz, boğazı içmesligimiz, tamakını çekmesligimiz gerek. Yani birisi hem de özümüzde bir şunda sağlam bolğan turmuş adetimiz, hareket adetimizni yetildirişimiz gerek. Uykumuz vaqtida buluş gerek. Künde özümüzün keşlik uykusuga çokum 6 saatdan üstüde özümüz muşna kapalatlık qilishimiz gerek. Andan keyin agar xizmatimiz yar versa, bo'lsa muşna hareketler bilan shug'ullansak, badan chiniqtirishlarni yo'lida qilib bersak, mush oshqozon mayli oshqozon bo'lsin, har qaysi badandagi har qanday kasalliklarning oldini oladigan birinchisi harakat bilan tomoq. Mushunga diqqat qilganda nurg'un kasalliklarning bo'lishining oldini oladi. Demek, əmdə bayaqı şu sözdən yığıncaqlab əkelsək, turmuşumuz diqqət qıldığan işlər birincidən psixikaga, yəni bizning ruh altımızga alayda diqqət qılsaq buldu ki, mən bu doyingni bir qaytam ko'rgan. Biz adam kayfiyatı nachar, yəni açıqlanğan vaqtida adam bədənindəki hər qaysı əzalarning reaksiyasını ko'rgan vaqtimda oshqozon biraxlamılıqı vashida kichiklab ketadigan yoki to'xtab qoladigan lo'mildishi. Shundaq bir qisqa filmni ko'rgan edim. Bizning shu hazm qilish a'zorimizga psixikamiz bevosita ta'sir qildi ekan. Ikkinchidan nachar turmush odatimiz, tamaki chekish, aroq ichish, islangan, tuzli, qiziq tamoqlarmi bizning oshqozonimizga noytim cho'ng bo'lgan shu ziyonlarni olib keldi ekan. Ondan başqa yana siz baydab o'tib ketgan o'xshash harakat, andan keyin bizning shu vaqtida qanchalik qaralik uxlab, o'zimizning turmush sifatiga kapolat qilishimizmi shu kasallikning oldini olish va uni davolashdagi bir muhim omilga shunaqu. Ammo shu yerda bir savolim chiqib qoldi. Qiziq tamoqni yegan bilan so'g'oq ichimliklarni masalan marojnalarni yeb qolmiz, ikkisining ziyoni oshqozonga qaysining bakrak eg'ir? Endi ikkilisining oshqozonga ziyoni bor-ku. Endi hozir ikkisining qaysisining oshqozonga bak ziyon desangiz, unda tadqiqotlar yo'q hozirgacha, silishtirib bo'lmaydi. Endi biz issiq tomoq yegandan keyin, bu issiq tomoq kirgandan keyin bu mush tomoqning gradusi bo'yicha ta'sir qiladi-ku oshqozonga. Masalan, og'zimiz ko'ygandan keyin oshqozonmi kuydi. Endi bizning bu terilarimizda, qo'limiz ko'ymagan bilan buni bir qatliqanday bu jojirson deb qo'yamiz, qo'g'daydigan bir qism bo'ladi-ku. Oshqozonda yo'q. Oshqozonda tomoq yegandan keyin o'tla shilimshiq pardaga berib tegadigan gap. Tekkandan keyin u yerdami mush qiziq tomoqlar yalluq keltirib chiqardi. Andan keyin endi so'g'oq narsalarni iste'mol qilsak, oshqozonning o'zi unda bek so'qliqni xolab ketadigan a'zo emas-ku. Oshqozon bo'lsa mo'tadillikni xohlaydi. Shunga biz so'q narsalarni yesak, masalan, ichimliklarni ichsak, o ichimlikning ichida har xil tarkiblar bo'ladi, tatliq tarkib bo'ladi, uning ichida. Bu tatliq tarkiblar siz ichgandan keyin tatliq narsalar sizning oshqozon kislotasini ishlab chiqarishingizni ko'paytiradi. Ko'paytirgandan keyin u oshqozon kislotasi sizning oshqozonga ta'sir qilib, har xil kasalliklarni keltirib chiqadi. Bo'lsa mushlardan saqlansak, endi bir oyda bir aqtim muzdek mushna ichimlik içsem bulamdı desangiz bo'ladi buningga. Ba'zan kishilarimiz bor ekan, kunda ichsa. Masalan, sizga o'xshash qizlarimizda ko'p uchraydi. Bir qo'lida mifin yeydigan, bir qo'lida muzdek kola ichadigan. Bo'lsa mushna qilmasak, bo'lsa bir endi bizning mifin deymiz, har xil mushna mayda pushag'an ilaqimda tayoqchilik tomoq yeydigan narsalarımızning hammasi axlat yemekliklar kiradi-ku. Bo'lsa turmushimizda shu axlat yemekliklarni azaytsak, u chaqda o'zimizning oshqozon kasalliklari bo'lishining oldini ko'p aqlımda. Undaqda tomoqning gradusini qanday o'lchasak bo'ladi? Endi og'zimiz bo'lsa og'zimiz ko'ymisli bo'ldi-ku. Og'zimiz ko'ymasa, chunki og'zimizda bu qo'lga o'xshash terilarda unda jorjatson bo'lmagandan keyin og'zimiz ko'ymay. Endi biz deb qo'yamiz ilman deb. Bo'lsa ilmanli bo'lsa, oshqozonga cho'ng ta'sir qilmaydi. Endi yegan chog'dimi ba'zan kishilarimiz bor ekan,
bir taqsil lag'manni 1 minutga qolmay yeydigan. Tamoq yegandimi cho'qim suratga diqqat qilishimiz kerak. Butun hazm qiladigan besimni oshqozonga olib qo'ysak bo'lmaydi. Siz tamoqni og'zingizda yaxshi chaynab yemagan ahvol ostida bu oshqozon hazm qiladiganning besimini uddul eg'iz bo'shlig'imiz hazm qiladiganning hamma besimni oshqozonga berib Shu tamoq yeganda asta chaynab Çaynagan çağda bizde şölgey asıl oldu. Şölgeyimizin terkibinde nurgun azim, yaxşı bul, azimge katmışıdığan maddelerimiz var. Muş tamakını aldırmay, çaynap yesek, birincisi aşkazanın besimi azlaydı, azimimizge mi yaxşı oldu. Bu az tamakını bir tız yemesek, miktarı köp olmasa. Bu azsa şu toyğıç yemey, üç vaqt tamakını vaxtıda, eğer miqdori normal holat yesek, bo'lsa az miqdorda ko'p qitim yesak o'zimizning hazmimiz yaxshi bo'ladi, oshqozon kasalliklarining bo'lishining oldini olgan bo'ladi. Menimcha bo'lsa, Erpan doktorning mush og'zidan chiqqan nurg'ulg'an yomon turmush odatlari ekran oldidagi nurg'ulg'an do'stlarimizda mavjud. Hamda bu yerdagi Erpan doktor ikkimizning tavsiyasi yuqorqi mushundaq nachar turmush odatlari bo'lsa, cho'qim o'zgartirishimiz kerak ekan, shundaq. Rahmat sizga. Bizga bugun shundaq qimmatli bir biz burun diqqat qilmaydigan nurg'ulg'an inchik alqalan so'zlab berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, sevimli do'stlar, bugungi sog'lom hayot programmamizning tunji sahifasi mush yerda oxirlashdi. Agar siz texmo mo'l bo'lgan sog'lomlik bilim savodlarini egilmoqchi bo'lsangiz, undaqda izlash apitalni tushirib olish orqali programmamizni har vaqt ko'rib olsangiz bo'ladi. Undaqda sevimli do'stlar, navbatdagi texmo sarxil mazmunlar do'stlarimizni kutib turmoqda. Endi diqqatinglar shu mazmunlarda bo'lsin. Körmən dostlar, yaxşımısınızlar? İzləyiş Sağlam Hayat proqramımızın sağlamlıq taamları sahifəsini görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən riyasətçi dostlar, bu Məryəm Məmtimin. Sağlam ozuqlanish dal sağlam hayatning bir qismi. Bugun biz do'stlarimizga sağlamlıq tamaqı içishni tayyorlashni o'rgatishga yanala ozuqshunos Maqsud Alim taklif qildik. Maqsud Alim, kelganingizni qarşılamız. Rahmat. Mən ozuqshunos do'stinglar Maqsud Ömər. Buldu Maqsud Alim, undaqda bugun biz birinchi bo'lib asosli tamoq turimizdan diabet kasalliklari bemorlari iste'mol qilishga mos keladigan qaysi xil tamoqni o'qitamiz? Bugun biz do'stlarimizga asosli tamoq turiga to'qi go'shti piyoz qovurmasi tayyorlashni o'rgatamiz. Buldu Maqsud Alim, undaqda bugungi diabet kasalliklari bemorlari iste'mol qilishga mos keladigan to'qi go'shti piyoz qovurmasiga ketarlik materiallarni tunishtirib o'tamdik. Buldu. Ko'rib turganimizdek, buningga muvofiq miqdorda to'qi go'shti, anadagi piyoz, ya'ni baş piyoz. So'si rangli baş piyoz. Andan lazga hamda biz qizil rangli lazni ishlasakmi bo'ldi, mana yeşil ranglikini ishlasakmi bo'laverdi. Mushu intay oddiy bo'lgan mushu turlardan bir qo'rma bitirib chiqamiz. Buldu Maqsud Alim, undaqda bugungi mushu to'qi go'shti piyoz qo'rmasininki diabet kasalliklari bemorlariga qanday roli bordi, mushni do'stlarimizga bir tushuntirib aytgan bo'lsak. Buldu. Buningda biz ishlatgan to'qi go'shtini do'stlarimiz bilamiz. To'qi go'sht tarkibida intayin mo'l bo'lgan oqsil, har xil mineral modda, vitaminlar ko'p. Biz hamda bu qo'rimda asosiy bakrak tunishtirganmiz baş piyoz. Hamda bugun tanlagan bu baş piyozning roli bo'lsa, baş piyoz hujayralarning glukozdan texmi yaxshi foydalanishiga yordam berdi. Shuning bilan qon shakarini tuvaltadi. Ming hujayralarni issiq energiyasi bilan ta'minlaydi. Odatda shu ruhiy tushkunlarningki yemaklik orqali davolanishidagi hamda isil ko'ktat bo'lib hisoblanadi. Baş piyozning yana shu besimni pasaytish rolim bor. Odatda biz kundalik turmushimizda sayko'ktatlarni qo'rg'an vaqtimizda baş piyozdan ayrilanmaymiz. To'g'ri, odatda go'shtni solgandan keyin asosan piyozni silib tamlandiramiz. To'g'ri, piyozniki mushu rollarini bilib olsak bo'ldi-ku. Buldu Maqsud Alim, undaqda bugungi birinchi bosqichimizni boshlab ketamdik. Ketarlik xurishlarni bir tayyor qilib olaylik avvalo. Avval shu to'qi go'shtimizni muvofiq miqdorda ilib, to'g'rab buni tamlandiramiz. To'q go'shtimizni nima tayyor qilib oldik? Endi azroq chanyo qo'yib buni tamlandiramiz. Bo'ldi. Chanyodan qanchalik miqdorda qo'ysak bo'ladi? Miqdordan. Bu to'qi go'shtimiz tamlanguncha biz qolgan ko'ktatlarni tayyor qilaylik. Avval piyozni to'g'rab olamiz. Bo'ldi. Mana bugungi to'qi go'shti piyoz qo'rimasiga ketarlik bo'lgan materiallarimizni tayyor qilib oldik. Maqsud Alim, undaqda qo'rishni boshlab ketamiz.
Aldı bilan shu qozonni qisdimiz. Az miqdorda mana may qo'yib oldik. Endi mana meyimizni qizib, is chiqishga boshladi. Ham to'g'ri go'shtni savolamiz, ha. Mana to'g'ri go'shtni mana qapdi. Endi piyoz bilan piyozni savolaylik. Avval piyozni solamiz. Endi lazım qilamdi. Bunga az miqdorda tuz. Bo'ldi. Lazım sap ikki qo'rg'an ekanlar, asosan pishidi. Buni taqsimizga avval saq bo'ldi. Bu tamuqimizni intayin oson tayyor bo'ladi ekan, ha. Buna piyoz bilan lazım mezlik purqi hozir ko'p uriladi. Shundoq dimiqimizga shundoq mezlik urildi ya. Bugungi to'g'ri go'shti piyoz qo'rimimizni tayyor bo'lib qopdi. Men hozir shundoq taqozolik bilan buni tetib yiqishga aldirab ketib borman. Maqsad olim tetib baqaylim. Bu qo'rimini biz sog'lomlik tamoqi deganimiz bilan birinchi cho'qqisini og'zimga silishim bilanla shunchalik tamlik bo'lganligini his qildim. Men rostdan ekran oldida ko'raman do'stlarimizga oila sinab beqishni cho'nqur tavsiya qilamiz. Maqsad olim bo'yam sizning deganingizdek bu piyozningki bo'libmi diabet kasalliklari bemorlariga shunaqla normal kishilar iste'mol qilsa foydali tarafi shundoq ko'p dedingiz. Men hozir piyozni tetib boqqim keldi. Odatda men qat'iy piyozni ayirib yemaydigan. Nurg'un ko'ktat tanlaydigan do'stlarimiz bor haqiqatan. Ba'zilar piyozga o'sh, ba'zilar samsaq yemaydi. Har xil ko'ktatlarni ish qilib tanlaydigan do'stlar jiqqa. Ammo mushu fursatda endi do'stlarimizga tavsiyam har xil ko'ktat, har xil yemeklikning o'ziga loyiq ozuqlik qimmati bo'ldi, badanga foydali tarafi bo'ldi. Shuningga mushu do'stlarimizninki yemeklik tanlaydigan nachar odatini tugitib, yemeklikning ko'p xilligini, mo'lligini cho'qim amalga oshirishga diqqat qilishini tavsiya qilaman. Shundoq, menmi odatda piyozni ayirib yemaydigan, bugungi mushu to'g'ri go'shti piyoz qo'rimimizda piyozningki ochiq ta'mlarining hammasi yo'qab, qo'rilib, ilqma to'g'ri go'shti bilan birlashib, shundoq tatli bir ta'mi chiqibdi buningki ya. Haqiqatan oilada sinab beqishga arziydigan bir qo'rimimiz ekan. Xo'sh, undaqda do'stlarimiz, bugun biz diabet kasalliklari bemorlari iste'mol qilishga mos keladigan asosli tamoq turimizdan to'g'ri go'shti piyoz qo'rimimizni tayyorlashni o'rgatdik. Undaqda ikkinchi bosqichimizga o'tamiz. Do'stlarimizga oilada bir sovuq say tayyorlashni. Ya'ni bo'ldi. Diabet kasalliklari bemorlari iste'mol qilishga mos keladigan sovuq say tayyorlashni o'rgatamiz. Buning ketarlik materiallar bo'lsa, buni ko'rib turganimizdek tarxamak, ya'ni kichik tarxamak, muvofiq miqdorda laza, qizil laza, undan keyin muvofiq miqdorda samsaq. Qizil lazning o'rnini ko'k laz ishlasakmi bo'lamdi? Bo'ldi. Biz ham nima ranglik, chiroyli chiqish uchun qizil lazni tanlab oldik. Undaqda do'stlarimizga shu tayyorlangan xurishlarning diabet bemorlariga nisbatan qanday rol bor deganini bir so'zlasam bo'ldi. Tarxamakdan kichik tarxamakning roli hammamiz bilamiz, o'riqlatadigan yaxshi yemak hisoblandi. Uning qandagi mayni serish, anandagi qon shakarini tuvaltish roli bor. Samsaqning bo'lsa, samsaq tarkibidagi moddalarniki insulinning shu quyuqligini oshirish orqali qon qantining, ya'ni qon shakarining tez suratda o'rlab ketishini kontrol qilish roli bor. Shunga bugun biz bu sovuq sayg'ni samsaqni alayda tanlab oldik. Lazining tarkibida vitamin C miqdori mo'l. Undan boshqa yana yemak piyoz qatorliq har xil mineral moddalar, vitaminlar mo'l. Shunga bu uchsi birlashgan vaqtda do'stlarimiz iste'mol qilishga muvofiq keladi. Undaqla diabet kasalliklari bemorlari iste'mol qilsa, texmi yaxshi bo'lganda. To'g'ri. Bo'ldi maqsamalim, undaqda bugungi xurishlarni tayyorlashni boshlab ketamdik. Bo'ldi. Oldindan mush tarxamakni to'g'rib olaylik. Endi lazni to'g'raymiz. Nima tayyor qilib bo'ldik? Bularni
aralashtirib, intayin az miqdorda zaytunni oq achchiq suv bilan aralashtirib iste'mol qilsak bo'laveradi. Ha, undaqda avval zaytun mi qo'yamiz. Intayin az. Endi oq achchiq suvdan. Diyabet kasalliklari bemorlari iste'mol qilishga mos keladigan sovuq suyimizmi tayyor bo'ldi. Unda qo'sa tetib baqamdi. Bo'ldi? Buningga Ta'mini shunda ochiq-chuchuk bo'pti, ha? malazning sal achchiq ta'mi chiqdi, ha? Achchiqroq To'g'ri. malaza. Odatda hamda ancha bek achchiq yeyishni xohlab ketmaydigan do'stlarimiz lazini sal azroq sasimi bo'ladi ekan, Azroq ha? sasa yoki odat qapoq laza ancha achchiq chiqmaydi emasmi? To'g'ri. Shu boshqa achchiq emas lazlarni aralashtirib iste'mol qilsa bo'ldi. Bo'ldi ekan. Biz buningga odat uyda ishlatadigan qora achchiq suvning o'rniga oq achchiq suvni almashtirib ishlatdik. Do'stlarimizmi oilada sinab baqsa bo'ldi. To'g'ri, ko'rman do'stlarimiz. Garchi hamda biz programmamizda odatda oilada ko'p itib iste'mol qiladigan tomoqlarni tunishtirsakmi, ammo ba'zi do'stlarimiz bu tomoqlarni iste'mol qilish jarayonida o'zining badan salomatligiga qanday rollari borligini ancha bilmaydi. Shunlashqa programmamizni ko'rish orqali har xil tomoqlarningki o'zimizning badaniga qanday roli borligini bilib olsak bo'ldi. Shundaqla atrofimizga ehtiyojli bo'lgan do'stlarimizga programmamizni tavsiya qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlarimiz, izday sog'lom hayot programmamizning sog'lomlik ta'minoti saytimiz bugun bu yerda oxirlashdi.